8 yo 10 yosh oralig'idagi bir qiz. Bu yerda yozilinganki, nochor, uyga pul olib borish kerak. Ana shu qizcha pul so'rasa, badbaxt bir erkak mana shu qalampirni, garimdorni yesang pul beraman deyapti. Haligi 8-10 yosh qizcha shunga rozi bo'lyapti. Ukalari bor uyda, non olib borish kerak. Rozi bo'lib, mayli deb haligini qo'ldagi garimdorni olib chaynab yeyapti. Garimdorni bergan inson hahalab kulyapti. Maza qilyapti. Achchiqmasmi desa, yo'q deyapti. Chunki achchiq desa pul ola olmaydi dedi. Shundoq videoga olib turgan ahmoqni qarang. Yaqin olib kelib ko'zini ko'rsa, ko'zdan dona yosh yoqyapti. Lekin baqirib yig'lolmayapti.